Xayrli kech. Bugun 28-dekabr sanasi bizda keyingi lokatsiya Zaylindamiz. Bu yerda biz tabriklar qilamiz. Nargiza opamni, Aslan aka nomlaridan farzandlari Latifa aka, Gulbahor opa, Zaynab opam, Sobir aka tabriklayaptilar. Nargiza opa chiroyli kunlaringiz muborak bo'lsin. Nargiza opa tabriklar bizlarga. Tabriklaymiz, bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Keling, marhamat. Sahnelerimiz marhamat. Keling marhamat eting. Assalomu alaykum Nargiza opa. Bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun sizni xursand qilmoqdamiz. Ammo bir savol bor. Hozirgi tabriknomalarimiz aynan dilnomalar kim tomonidan deb o'ylaysiz? Kim bo'lishi mumkin? Manajo bilasizmi? Kim bo'lishi mumkin? O'g'lingiz janob. Erkatoyingiz. Qizim keladi. Bitta guldiroz qarsa kerak bo'lsin albatta. O'g'il qizlaringiz Latifa aka, Gulbahor opam, Zaynab opam, Sobir akam xursand qilyaptilar. Bizga gaplashgan paytimiz so'radim. Bugun qanaqangi so'zlar bilan xursand qilay? Dildagi muhabbatingiz bormi deganimda, albatta bor. Bugun bizning mehribonimiz, bizning go'zalimiz, Mushtiparam bugun onajonimning tug'ilgan kunlari. Tabriklamoqchimiz. Bilmadik biz katta bo'ldikmi yoki-da uyalamizmi? Bir so'zni kam aytamiz. Bugun aytmoqchimiz, hamma eshitsa. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Rahmat sizga. Hayot uchun, tarbiya uchun, yoshligimizdan otam bilan birgalikda issiqni issiq demadingiz, sovuqni sovuq demadingiz. Yelkama-yelka turib, bizani boqdingiz, katta qildingiz ayajon. Sizni yaxshi ko'ramiz. Siz bizani baxtimizsiz. Siz bizani omadimizsiz ayajon. Bir iltimosimiz bor. Bu ham bo'lsa, xastaman demang. Bolam, xastaman, so'lib boryapman demang. Biz o'g'il qizlaringiz ado bo'lamiz. Siz o'tar bir kuni bizga kun emas. Siz bizani baxtimiz, bizani omadimiz so'raguvchi insonimizsiz, duogo'yimiz ayajon. Oson emas ekan. Oson emas ekan bir farzandni o'qiyib oqtarish. Qanchalik mashaqqat, qanchalik sabr kerak ekan. Oila mas'uliyati oson emas ekan ayajon. Endi tushunyapmiz katta bo'lish. Yoshligimizdan orzu qilardik tezroq katta bo'laylik deya. Yo'q, bu shunchaki orzu emas ekan. Bu havas emas ekan. Bu mas'uliyatni faqatgina oilador insonlar tushunar ekan. Buni qarang, hozir o'zimiz baxtlimiz, oilamiz bor, lekin baribir ham ayajon, sizni, dadamni qadrlagan yetyapmiz katta bo'lib. Sog' bo'ling deyaptilar. Shularning qatorida sizni alohida tabriklayaptilar Aslan aka. Meniki alohida bo'lsin tabrigim. Chunki men u insonni juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham hurmat qilaman. Vaqtni qarangki, oradan qancha yil o'tdi, hali ham birgamiz. Ishoning, hali bir sona bo'lsa ham afsus qilmadim. Mana shu insonni tanlaganimdan
Mana shu inson bilan taqdir yo'llarini bir qilganiga Xudoyimga shukr qilaman men. O'tirsam ham, tursam ham faqat xayolimda u inson. O'zini ehtiyot qilsin. Mana baxtimga o'g'il qizlarimizni, kuyovimizni, kelinimizni baxtiga doimo sog' bo'laylik. Baxtli bo'laylik deyaptilar. Bugun sizlarni xursand qilmoqdalar. Agar ruxsat bersangiz, o'g'lingiz, qizingiz onlardan sizga dildagi gaplarni o'qib eshitamiz, maylimi? Marhamat, dildagi gaplar siz uchun. Onajonim, sizni yaxshi ko'raman deya. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Ishqim bayoniga qog'oz yetmaydi. Men sizga shundayin qalqon bo'laman. Anduhlar qalbingiz vayron etmaydi. Ona, sizni juda yaxshi ko'raman. Beshigimni quchgan tuningiz haqqi. Biroz xayollasam, xavotir olib, ostonada o'tgan kuningiz haqqi. Onajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Boshimda tojimsiz, jannatsiz menga. Boshqa birovlarga tushmaydi ishim. Hammadan ham mehribon, hammadan ham ko'proq keraksiz bizga. Chiroyli qizlarimiz, iltimos qilamiz. Aka, sochim qas, marhamat. Zo'shlik yo'qlar, marhamat. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Qani marhamat. Mehmonlar bo'lsa, o'tib qalbga qo'shishingiz mumkin. Marhamat, o'tinglar. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Shuning uchun o'g'lingiz onlardan tillolar bor ekan, marhamat, biroz tabriklaringiz taqdim etamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Muammolar girdobida xo'rlanishlar, ko'rib qo'ysin ko'ksim turgan shum tanishlar. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona, ko'pni tutib ketar edi nidoyingiz. Ajinlarga yashiringan chiroyingiz, ijobatin topib barcha duoyingiz. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi. Xaymat kompaniyasi vakillari qani? Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Onam, hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Rahmat deymiz. Bo'ling salomat, bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, qanilar? Aka? Keling bu yoqqa. Navbat sizga beraman men. Tabriklar berasiz opamni. Marhamat. Qanchalik yaxshi ko'rasiz? Man ovozim bitta qani? Mikrofonda gapirsam qiyin bo'lyapti. Tabriklaydim. Ya çocuğun başında sağ selamet ol, iyi niyetlerden ye. Ailemizde her vakti yüzün gülüp gelsin. Tamam. Tabriklaymiz. Ilohim, mana shu mehr oqibatlaringizni ko'rsatmasin deymiz. Nargiz opa, navbat sizga beraman men. Qanchalik xursand bo'ldingiz, qanchalik yaxshi ko'rasiz o'g'il qizlaringizni, akamni, marhamat. Eng boshida oyijonimni albatta
Beni tug'ib voyaga yetirganim uchun. Yanımda ben Zeynep Zaniyim. İkinci qaynonamdi. Erimni tug'ib voyaga yetirganim uchun. Keyin Shirin Chakan ikkita farzandimni orqasidan yana bir o'g'lim bilan qizimni Alloh umrlarini uzoq qilsin. Iloyim bir umr shunaqa baxtli bo'laylik. Iloyim. Balet! Rahmat deymiz, tabriklaymiz. Xo'p, Hasan aka, bugun necha kreator opam? 18 mi, 28 mi? Necha beramiz? O'zlari aytsinlar. 12 desang mana shuni qilib bo'ladi, 17. Beramizmi? Bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Aynan nabiralaringiz nomlaridan shirin tortimiz. Qani marhamat. Sizlarga shamchalari, o'zingizga shamchalarni niyatlarga aytirgan holda uchrasiz. Bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Sevmesi, qani marhamat. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Qani nasha turing. Ras, dva, ikki, tre. Happy birthday. Tabriklaymiz. Sizni yana Nargiz opa jigarlaringiz tabriklayaptilar. Mana videodan ko'ryaptilar sizni. Siz juda ham yaxshi ko'rarkanlar, hurmat qilarkanlar. Navbat beramizmi? Akajonlar, Niyoz akam. Tabriklaysiz. Assalomu alaykum. Marhamat, navbat sizga. Gapiring. Nargiz tabrik ederim. 100 yaşaki, sağ salamat gel. Navbat beramiz hozirda. Ayajonlar, marhamat, keling onajon. Avvalambor Allohga ming shukrlar bo'lsinki, Alloh taolo menga shunday qizni nasib qilgan ekan. Allohga shukr, hamma qizlarim bir-biridan yaxshi, hurmatli, izzatli, namunali oilalar. Mana shu kuyovlarim, hammasiga rahmat deyman. Mana shunday qizimni hurmat qilganlari uchun, mana shu yerga kelganlarga ham katta rahmat. Mana shu qizimni deb, kuyovimni deb ketdilar. Alloh taolo hammani umrini uzoq qilsin, hamma niyatlarga yetkazsin. Mana shu qizim ham baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin. Mana shu kuyovim bilan qo'shcha qarisin. Mana shu ikkita farzandini faqat yaxshi kunlarni ko'rib yursin. Iloyim boshimizda faqat sog' salomat bo'lsin. Faqat bularning yaxshi kunlarini ko'raylik biz. Tabriklaymiz onajon. Bugun qo'shmachilik kun, endigi navbatni musiqiy tanaffusga bersak ham bo'ladi. Barcha mehmonlarimizni badiiy sahnamizga, raqslarga taklif etamiz. Bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qani marhamat. Bali.
Canım oğlum. Rahmat. Bo'ling salomat deymiz Nargiza opam. Tabriklaymiz sizni. Nafaqat o'g'il qizlaringiz, qolaversa kompaniyamiz Palma jamoamiz nomidan har doim sog' bo'ling deymiz. Mana shunaqa chiroyli, ofatli bo'lish nasib qilsin deymiz. Hatto gullarni qo'llarga berasizlar. Sizlarni chiroyli qilib besalik uchun rasm olib qo'yishadi. Uzr so'raymiz agarda bezovta qilgan bo'lsak agar, e'tiboringiz markazida Palma jamoasi bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling.